Voy aka, uzr ko'rmay qolibman. Berinchi telefoningizni. Xo'p, mana aka. Borincha odamlarga. Xo'p. Farg'onaga bir kichik konkursimizga start berdik. Mana shu Damas avtomobilini yutib olishlari mumkin. Obuna bo'lgan homiylarga shoshilmasdan obuna bo'lamiz va Telegram kanalimizga obuna bo'lamiz. Instagramda har xil videolar ko'rmang. Bu dunyoda hamma insonda xaridori bor. Yaxshi insonda ham, yomon faxshda olib chiqadigan insonda ham xaridori bor. Bema'ni faxshda olib chiqadigan, qumorda olib chiqadigan blogerda qarasang, obunachisi milliondan oshiq. Bu qadrlaydigani bas. Najosatni ham xaridori bor. Chunki unga pashsha qo'nadi. Akajon, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Farg'ona tezkorda hozir gift bo'lyapti. O'sha 38 ta homiysiga a'zo bo'lsa, Damas avtomobilini yutib olish mumkin. Xohlasangiz siz ham obuna bo'ling, siz ham yutib olishingiz mumkin. Akajon, keyin Farg'ona tezkor unaqa faxsh videolar olib chiqmaydi. Faqat manfaatli videolar olib chiqadi. Siz nimaga xaridor bo'layotganingizni bilsangiz bo'ldi. Yarim yalang'och ayolmi, qayoqdagi g'ururini sotib olgan, qumorda reklama qiladigan erkakmi? Bunaqa najosatlarga xaridor bo'lib, pashsha bo'lib qolmang. Xo'p bo'ladi aka.